Assalomu alaykum. Bugungi beradigan ma'lumotlarimiz zaytun moyi haqida bo'lib, zaytun moyining xususiyatlari, foydasi haqida qisqacha gapirib o'tmoqchimiz. Chunki nimaga bu videoda to'xtalyapmiz? Juda ham ko'p oshpaz hamkasblarimiz bilmaydi. Salatga qanaqa zaytun moyi tanlash kerak, qovuriladigan ovqatga qanaqa zaytun moyi tanlash kerak. Shu haqida qisqacha ma'lumot bo'ladi. Zaytun moyi yashil rangda, sariq rangda va to'q sariq rangda bo'ladi. Zaytun daraxtini zaytun mevasidan olinadi. Uni har xil turlari bor. Extra virgin, mana misol uchun birinchi siqilgani eng foydaligi mana shu extra virgin, bu faqat salatlarga ishlatiladi. Bunga hech qanaqa kimyoviy qo'shimchalar qo'shilmagan. Bunda qovuriladigan ovqatlarni ishlatib bo'lmaydi. Bir xil aytadi, juda ham qimmatga zaytun moyi oldim, lekin ovqatimni mazasini buzib qo'ydi deydi. Qovuriladigan ovqatlarga ishlatilsa, ovqatning mazasini buzib qo'yadi, taxir maza berib yuboradi. Shuning uchun extra virgin faqat salatlarga va sovuq ovqatlarga ishlatiladi. Ikkinchi sorti virgin sorti bo'lib, u birinchi extra virgindan sal navi pastroq bo'ladi, lekin u ham juda ham foydali. U ham faqat salatlarga, sovuq ovqatlarga ishlatiladi. Uni ham qovurib bo'lmaydi, qovurilgan ovqatlarga ishlatilib bo'lmaydi. U ham ovqatning mazasini buzib qo'yadi. Ovqatlarga ishlatish uchun rafinat degan sorti bor. U orqasini o'qisanglar, mana ma'lumot berib qo'ygan o'zi zaytun moyi haqida. Rafinat sorti faqatgina qovuriladigan ovqatlarga, bu 3-sort hisoblanadi. U issiq obработкада olinadi va unga kimyoviy qo'shimchalar qo'shiladi. Bu ham juda ham foydali, zarari yo'q. Umuman olganda olivka yog'ini, zaytun moyini hech qanaqa zarari yo'q. Foydasi bo'lsa borki, lekin zarari bo'lmaydi. Nimaga foydali desangiz, yaxshi xolesterin bunda yurak ishlash faoliyatini juda ham yaxshilaydi. Umuman xolesterinlarni chiqarib tashlaydi. Masalan, LDLni ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, terini yumshoq qiladi, yaltiroq qiladi. Sochlarga ham juda ham foydali, sochlar yaltirashiga va sog'lom o'sishiga juda ham foydali. Kelgusi videolarimizda qaysi mahsulotda foydalari, zararlari haqida ma'lumot olishni xohlasanglar, kommentariyada yozib qo'llab-quvvatlanglar. Yoqqan bo'lsa bitta layklardan.